İkinci bab. Bu, Yahudiya ve Yerusalim toğrusida Amoz'un oğlu Yaşayaga kelgen vahiy. Şundaq bir vaqt kelidi ki, Perverdigarning ibodatxonasi joylashgan tog'larning eng ulug'i süptida qad ko'tardi. U hamma tog'lardan buyuk turdi. Barliq alla u yerga saldek eqib keldi. Nurg'un alla kelib shundaq deyishidi. Kelinglar, Perverdigarning tig'iga chiqayli. Yaqub itiqad qilgan Xudoning ibodatxonasiga borayli. U yerda Perverdigar bizga o'z yo'li to'g'riliq ta'lim berdi. Biz uning yo'lida mangimiz. Perverdigarning ta'limi Siyondan, so'zi Yerusalimdan tarqildi. U eller orasida so'roq ilib boridi. Eller orasidagi bet talashlarni hal qildi. Ular qilichlaridan sapan so'qidi, nayzlarini shoh putaydigan qaychi qildi. Eller bir-biriga qilich ko'tirmaydi. Urush qilishni o'rganmaydi. Yaqub avlodlari, kelinglar, Perverdigarning nurida mangayli. Ey Perverdigar, sen o'z xalqing bo'lgan Yaqubning avlodlarini tark etding. Chunki ular o'z zeminini kun chiqishdiki Allahning xurofotchiligiga poturdi. Filistiyaliklardek ramchilarga to'ldirdi. Yot Allah bilan apak-chapak bo'ldi. Ularning zemini oltin kumushga to'ldi. Xazinlarining mu cheki yo'q. Yaylaqlari otlarga to'ldi. Jang harvalarining soni cheksiz. Ularning zemini butlarga to'ldi. Ular o'z ijodiyatiga, ya'ni o'z qo'llari bilan yasab olgan butlarga cho'qundi. İnsan shu butlar oldida o'zini past qilib kamsitdi. Ularni kechirmagaysan. Sizlar g'orlarga kirib elib yoki yer ostiga yo'shinib elib Perverdigarning g'azabidan qechib qutula olamsizlar? Uning hayvatlik ulug'ligidan omon qola olamsizlar? İnsanning takabburligi yerga urildi. İnsanning mag'rurligi pastga tushdi. U kun kelganda faqat Perverdigarla ulug'lanadi. Qudratli sardar Perverdigarning shundoq bir kuni keladiki, u kuni u takabburlar, hakavurlar ve barliq o'zini cho'ng tutganlarni yerga urdi. Ularni xuddi Livanning palakka taqashgan igiz kedirlari ve Bashanning dub daraxtlarini kesib tashlagandek kesib tashlaydi. Xuddi barliq igiz tog' ve cho'qqilarni tuzlavatgandek tuzlavitidi. Xuddi igiz munar ve müstehkem sepillarni vayron qilgandek vayron qilivitidi. Xuddi en yiroq Tarshishga boradigan katta kemilarni ve hashamatli kemilarni buzib tashlagandek buzib tashlaydi. İnsanning takabburligi pastga tushidi. İnsanning mag'rurligi yerga uriladi. U kun kelganda faqat Perverdigarla ulug'lanadi. Butlar butunlay yo'qotiladi. Perverdigar o'rnidan qo'zg'ilib, zeminni larziga keltirganda, kishilar uning g'azabidan va hayvatlik ulug'ligidan qo'rqinchli vahima ichida o'nkir va o'raklarga kirib ketdi. U vaqt kelganda insonlar cho'qinish uchun o'zlari
oltun kümüştün yasıvalgan butlani, garlardaki çaşkan ve şepelenlege taşlap berdi. Perverdigar ornudun kozgılıp, zeminni lerzigi keltürgende, kişiler onun gazipidin ve heyvetlik uluqlıqidin, korkunçluk vehime içide garlağa ve önkürlege kirip ketidu. Ociz bendige işiniştin, vaz keşkin. U nemitti. U nefstin ayrılsa, ölüdü. Halas.